Bu shartni ham AgriLife jamoasi boshlab beradi. Marhamat. Assalomu alaykum. Konsertimizga xush kelibsizlar. Demak, konsertimizni boshlamasdan oldin guruhimiz a'zolari bilan tanishtirib o'taman. Guruhimiz solisti O'zbek estradasining yorqin yulduzi Doston Ergashev. Aylanamiz, surgulamiz, gaplasholmay qiynalamiz. Assalomu alaykum. Usta, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ustachilikni qo'yganman, qo'shiq aytib ketganman hozir. Xo'p, tayyor bo'lsanglar, miydan boshlaymizmi, siydanmi? Siz miydan boshlang, men siydan boshlayman o'zim. Xo'p. Demak, Doston Ergashev, buning yonida bir qator bekorchilar Dostonga Ergashev. Rahmat. Demak, konsertimizni boshladik. Asa. Armiyaga borib keldim, o'g'il bo'laman. Tongda turib eng avvalo soqol olaman. Dastlabkami qurilishmi ishlay beraman. Kontraktimni o'zim to'lab diplom olaman. Qizlarga mazza, har kuni soqol olmaydi qizlarga mazza. Uylanishni o'ylamaydi qizlarga mazza. Mamrak qilib bemalol o'tiradi qizlarga mazza. Qizlarga mazza, qizlarga mazza. Yes. Qo'shiqchiman, konsertlarda, to'yda yuraman. Ovozimni asraydigan o'yda yuraman. Tomog'ingni shamollatsang, ovozing ular. To'yda jonli qo'shiq aytsang, hurmating bo'lar. Jahon akaga mazza, tushanim ham o'tirmaydi. Jahon akaga mazza, mikrofonni ham yoqmaydi. Jahon akaga mazza, qo'shig'ini ham yodlamaydi. Jahon akaga mazza, Jahon akaga mazza, Jahon akaga mazza. Bozor kuni qaynatam kep asabga tegdi. Telefon qilib qaynonam ham miyamni yedi. Ertasiga xotin bilan zo'r janjal bo'ldi. Bugun mana alimentdan qog'oz ham keldi. Kuchlarga mazza, qaynota yo'q, qaynona yo'q, itlarga mazza. Aliment degan momo yo'q, itlarga mazza. Babam uylanmoqchi, yoshi 70 dan oshdi. Yoshi 65 ga kirgan kampirni topdi. Injimida ikkalasi gaplashib yurib, bizga aytmay to'y kunini belgilab opti. Qaysi biriga mazza degan savol tug'iladi. Qaysi biriga mazza, qachon farzandli bo'ladi? Qaysi biriga mazza, 70 boylar tug'iladimi? Qaysi biriga mazza, qaysi biriga mazza, qaysi biriga mazza. Tongda turib bosh yuvaman, sochni tarayman. Fillar bilan quritib olib, gellar suraman. 1-2 soat shular bilan ovora bo'laman. Sochimni deb men ishga ham kechga qolaman. Kallarga mazza, boshini yuvmasdan yuradi. Kallarga mazza, mashhurlarga uylanadi. Kallarga mazza, sartaroshga yo'liqmaydi. Kallarga mazza, kallarga mazza, kallarga mazza.
ochminglarda talaba bo'ldim. Kontraktlarni zo'rg'a to'lab qiynalib yurdim. Diplom olib doktor bo'lib nochda turibman. Oyligim kam talabadan battar yuribman. Tabibga mazza, o'qimasdan ishlab yurar tabibga mazza. Hamma joydan ushlab ko'rar tabibga mazza. Ahmoq bo'lsang bo'ldi unga tabibga mazza. Tabibga mazza, tabibga mazza. Xitoy yangi elektromobil ishlab chiqibdi. Dubay osmonida yangi mashina uchibdi. Yapon suvda yurar mashina o'ylab topibdi. Qolgan brendlar ham tinmay bosib yotibdi. GMga mazza, hatto magnitofon bermaydi GMga mazza. Boshini ham qotirmaydi GMga mazza. O'chiretiga kayf qiladi GMga mazza. GMga mazza, GMga mazza. Ayrim tadbirlarga odam kirgisi kelmaydi. Kirgandan keyin chiqa olmay zo'rg'a chidaydi. Bu tadbirga asli uni aloqasi yo'q. Zerikkandan bechoralar uxlay boshlaydi. Qilig'iga mazza, odamlar xohlab kiradi. Qilig'iga mazza, muxlisi mazza qiladi. Qilig'iga mazza, bizlar qo'llab turadi. Qilig'iga mazza, qilig'iga mazza, qilig'iga mazza. Ey rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar. Rahmat. 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 Rahmat, sizlar bilan 3-shart davomida O'zbek estrada yulduzi Doston Ergashev va Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiya institutining Agro Live jamoasi. Sog' bo'linglar, rahmat. AgriLife jamoasiga guldiroz qarsakiylar va taniqli xonanda bilan bitta qo'shiq shartida taniqli xonanda sifatida AgriLife jamoasida ishtirok etgan va yoshlarni qo'llashda o'z qo'llarini ayamasdan cho'zgan ijodkorimiz Doston Ergashevga guldiroz qarsakiylar.